Mayonezli salatlardan charchagan opa-singillarimiz uchun bu salatni hech ikkilanmasdan eng mazali salat retsepti deb ayta olaman. Nafaqat mazali, foydali, vitaminlarga boy. Qani tayyorlab ko'ramiz. Eng avval tuzli suvimizga mayda bo'laklarga bo'lingan gulkaramlarimizni 2-3 daqiqa qaynatib olamiz. Idishimizga to'g'ralgan bodring, bolgarskiy pomidor, qirg'ichdan chiqqan chesnok, gulkaram va tuz solib tayyorlab olamiz. Qizib turgan tavaga yog' solib, qaynatib pishirilgan tovuq go'shti, soya sos, kashnich, qizil paprika va to'g'ralgan kabachkini 3-4 daqiqa qovurib olamiz. Tavada jizg'anak bo'layotgan mahsulotlarimizni olamiz va darhol idishga solamiz. Aralashtirish jarayonida ko'kat qo'shib yuborishni ham unutmang. Ishoning, juda ham tez, foydali, mazali salat tayyor bo'ladi. Albatta videoga like bosib, tanishlarga yuborib qo'yarsiz. Mayonezli salatlardan charchagan opa-singillarimiz uchun bu salatni hech ikkilanmasdan eng mazali salat retsepti deb ayta olaman. Nafaqat mazali, foydali, vitaminlarga boy. Qani tayyorlab ko'ramiz. Eng avval tuzli suvimizga mayda bo'laklarga bo'lingan gulkaramlarimizni 2-3 daqiqa qaynatib olamiz. Idishimizga to'g'ralgan bodring, bolgarskiy pomidor, qirg'ichdan chiqqan chesnok, gulkaram va tuz solib tayyorlab olamiz. Qizib turgan tavaga yog' solib, qaynatib pishirilgan tovuq go'shti, soya sos, kashnich, qizil paprika va to'g'ralgan kabachkini 3-4 daqiqa qovurib olamiz. Tavada jizg'anak bo'layotgan mahsulotlarimizni olamiz va darhol idishga solamiz. Aralashtirish jarayonida ko'kat qo'shib yuborishni ham unutmang. Ishoning, juda ham tez, foydali, mazali salat tayyor bo'ladi. Albatta videoga like bosib, tanishlarga yuborib qo'yarsiz.